Hurmatli obunachilar, sizlarga bu video obzorumizda Bog'ot avtosavdodan e'tibor etamiz. Birinchi filialimdagi общий avtomobil haqqında bir qisqacha ma'lumot berib o'taman. Videoni o'tirib beramiz, общий narxlar bo'ladi bu video obzorumizda. Gasangizda xudo xolasa kredit asosida, barter naqd pul asosida mashinalarimizni xarid qilishlaringiz mumkin. Do'stlar, sizlardan shunday sotiladigan mashinalar bo'lsa, bemalol olib kelaverasiz. Kelsangiz kelishsak, naqdlanamiz. Siz bilan kelishmasak sotib beramiz do'stlar. Videomiz keyinroq tarqalishi uchun like bosib kuzatib so'rasangiz, kelsangiz bu mashinalar shu ega olib sotar bizga sotib qo'yadi. Shular aytgan narx ma'lumotlarni aytib berib o'tirsalar, normal savdo etib o'tirib bizlarga do'stlar. Kunga 10 dan ziyod 20 ga yaqin mashina sotiladi. Ese başladık. Şu halkı maşını satıp durgan maşlara. Nexus 3 mexanika 2016 205 milyon. Kreski 1.2'de var, metanı var. Narxı 70 milyon so'm. Şıtır. 10 milyon verseniz 3 milyon 100'den çıkardı aylık dolar 3 yıl kredi veramiz. Mexanika. Gırt parası emas, Pollux bo'ladi, kondisioneri var. Cobalt Shot 2026 M-Sim 0 probek. Shot sprekli salondan yap turgan avtomobilimiz 160 milyon so'm. 20 ming yurga 2020 yil Nexus 3 20 milyon turibdi. Maşin benzinde krasiteza narxı 117 milyon so'm. Cobalt mexanika 2017. Qarang, 2010 yok 2013 170 milyon so'm beramiz. Shtiraq xudo xolasa. Necha beramiz? 70'e beramiz. Metani bor. Xarid qilaverasizlar. Mexanika. Cobalt avtomat 2024 3000 yurgan kraska toza benzinde birinchi nom olingan bahosi 150 milyon so'm. 23 milyon bersangiz 4200'dan chiqadi olib turib 5 yil. Cobalt Midnight qora sveti 2025 2000 yurgan nomer Metanba ideal holatda Radno 2000 yurt turibdi. Midnight avtomobilimiz bahosi 166 milyon so'm. 31 milyon bersangiz 4200'dan chiqadi olib turib 5 yil. Cobalt mexanika 2020 68 ming yurgan kraskasi bir detalında bor ekan, krelinde metan gazda bahosi 113 milyon so'm. Xarid qilaverasizlar do'stlar. Cobalt avtomat 2026 yil ishlab chiqqan, 25 yil ishlab chiqqan Shot Sprak 0 probek avtomobil 153 milyon so'm. Gelishib beramiz xudo xohlasa. 19 milyon bersangiz 4300'dan chiqadi olib turib 5 yil. Cobalt avtomat 2024 metan nomer metan yo'q edi, buni benzindadi. Nomer chexol polik baloni va ABS maytafoni bor. 2024 yil 10 ming turgan avtomobilimiz bahosi 145 milyon so'm. 17 milyon bersangiz 4 milyon 100'dan 5 yil kreditga chiqarib beramiz. Cobalt Midnight'ni M-Sim 2025 0 probek. M-Sim Midnight qora sveti xudo xolasa. M-Sim 0 probek 170 milyon so'm. 30 milyon bersangiz 4 milyon 500'dan chiqadi olib turib 5 yil kreditga chiqadi. Gentra avtomat 2023 bezlükilek 27 milyon klasik taza pakelene metan sonsuz açıda 4 tane yumuşak bana ABS maytafon var, video registratörü var. Pakelene metan var. Bahosi 152 milyon so'm. 15 milyon bersa 4 milyon 400'dan 5 yil kredit beramiz. Avtomat 2022 Cobalt 61 ming yurgan kraskasi taza pakelene metanı var. Sonsuz açıda chexol polik yumuşak balon lyuk diske ABS maytafonlarına qo'yilgan bahosi 152 milyon so'm. 27 milyon bersa 4 milyon 500'dan 5 yil kredit chiqarib beramiz. Lasetti mexanika 2011 145 milyon kraskasi bir krelinde metanı var. Bahosi 77 milyon so'm. Gentra avtomat qora 2023 58 milyon kraskasi bor 5%. 4 tane yumuşak balon qo'yilgan lyuk diske majigar bor. ABS maytafonlarına qo'yilgan metan gazı ustuna kirilgan qora svet Gentramiz bahosi 173 milyon so'm. 29 milyon bersangiz 4600'dan 5 yil kreditga chiqarib beramiz. Navbatdagi mexanika Gentra 2023 mexanika yo'q 2022 23 9 milyon kraskasi maşinamiz benzinde bahosi 137 milyon so'm. 4 tane yumuşak balon, sonsuz açıda, nomer, ABS maytafon bor, qora svet Gentra xarid qilaverasizlar. Avtomat 2023 Gentra 58 milyon kraskasi bir detalda metan gazı bahosi 175 milyon so'm. Optralar Amerikanka sonsuz açıda Magiga yumuşak balon, lyuk diske, chisi star, bakoylar amenlar bahosi 175 milyon so'm. 28 milyon bersangiz 4 milyon 600'dan 5 yil kreditga chiqarib beramiz. Gentra 99 milyon 2017 94 milyon kraska bir krel metana bahosi 99 milyon so'm. Lasetti mexanika 2010 kraskasi 100% toza 4 tane yumuşak balon metan gazı var. Avtomobilimiz probeki 100 milyon turibdi. Bahosi 85 milyon so'mga kelishib beramiz. Nexus 3 mexanika 2019 zo'riga turibdi. 4 tane yumuşak baloni var. Kraskasi kusok bir krelinde bor. Vam kusok 70 milyon yurgan. Majigar metan bor. Metanı bor. Motor umuman kul ishlamagan, cho'tki sasinadi. Bahosi 100 so'm. 100 milyon gelişib beramiz. 18 milyon bersangiz hamma dokument shu pulning ichida bitadi. Oylikda 3 milyon 100'dan 4 yil kreditga chiqadi. Nexus 3 mexanik 2018 100 ming yurgan kraskasi bor, 5% metan gaz bor. Narxini qaranglar. 72 milyon so'm 18 yil Nexus 3 bizada do'stlar. Metan ham bor, yumshoq balon ham bor. 7 milyon bersangiz hamma xarajatni shu pulning ichida taqib beramiz. 3 milyon 900 ming so'mdan chiqadi olib turib. Mashin hurmatli obunachilar 3 yilga chiqadi. Spark
Spark ma'lumoti yo'q ekan, keyingi video obzorimizda aytib o'tamiz. Spark mexanik 2020 148 million, kraskasi 1 2 metan, bahosi 85 million so'm. 8 million bersangizlar 4 million 530 ming so'mdan 3 yil kredit chiqadi. Nexia 2 hurmatli obunachilar. Nexia 2 2016 50 ming krask toza metan gazi, bahosi 75 million so'm. 15 million bersangizlar 3 million 300 dan chiqadi arkadaşlar. 3 yil kredit beramiz. Trambler motor lüks konditsioner Nexia 1 2006 350 ming kraska zanjirli ishlangan metan gazi, bahosi 35 million so'mdan kelishtirib beriladi. Trambler Nexia 1. Nexia 2 navbatdagi 2016 Donus lüks konditsioner 198 million kraska toza metan, bahosi 65 million so'm. 16 million bersangizlar 2 million 800 dan chiqadi arkadaşlar. 3 yil kredit beramiz. Navbatdagi avtomobilimiz 2010 395 milyon klasik asıl yüklengen benzinde bahosi 33 milyon so'm. 9 milyon bersizden hemen haracatı şu pulun içine bitedeken aylık tura 2 milyondan çıkardı. Gayret kılavurasıyla. Nexia 2 nöbetteki 2015 yıl işlep çıkarılan klasik taza pakelene parapana var. Lüks kaldısıyla donus bir çiğ polik 4 tane yumuşak bunun bahosi 67 milyon so'm. Largus'lara gelen olmasak Vibro Largus avtomobillerimiz çıkıyor. Largus 2014 440 bin euro klasikası kapotunda metanı bahosi 63 milyon so'm. Largus 2016 yıl görtürsü şunu halatda azman klientlerim gördü bahasına savdolaşmaya girip gittiler içine. 500 milyon klasikası metan bahosi 88 milyon so'm. Navbatdagi Largus'umuz 2018 bu 15 milyon klasikası taza benzinde bahosi 195 milyon so'm. Xo'sh, keyin yan tarafimizda Nexia 1 geldi turibdi azizlar do'stlar. Nexia 1 Trambler Pollux bo'ladi. Bu 98-yil 247 milyon kraska asit qilingan metan gazi bor. Sroki 29-yil yasha metanli srok. Bahosi 32 milyon so'm. Tico 99-yil 300 milyon kraska so'zda benzinda bahosi 15 milyon so'm. Bu Tico'miz sotiladi. Olgan insonlar, nima deydi? Gapning qisqasi gelişmediler bunu. 15 milyon so'm bahosi. Lekin mashinamizda garantiya. Nexia 1 Pollux bo'ladi, Trambler motor. 2005 yil 200 milyon kraska zanjirli ishlangan metan gazi, bahosi 35 milyon so'm. Navbatdagi Nexia 1'imiz Trambler Pollux. Avtomobilimiz 2005 130 ming yurgan kraskasi, 30-40% metan gazi, bahosi 33 milyon so'm. Matiz hurmatli obunachilar 2000 buni puli tushdi 2006 204 milyon kraskasi bor, 5% metan gazi bor. Narxi 17 milyon so'm tushdi shuni bahosi. Navbatdagi Matizimiz 2010 yil 224 milyon kraskasi bor, 5% metan gazi bor, narxi 22 milyon so'm. Matiz 2009 yurgan noma'lum kraskasi bor, 15-20% metan gazi bor, bahosi 27 milyon so'm. Damazlara gelen olsa gaz yurttaşlar Damaz 2023 28 bin yürgen kraskası sazı metan gazı bahosi 77 milyon so'm. 18 milyon bersizler 1 milyon 900'den 5 yıl kredi çıkıp veremiz. 2025 yıl 1000 kilometre kraskası sazı metan nömer balonu ba Damaz 95 milyon so'm. 20 milyon bersizler 2 milyon 400'den 5 yıl kredi çıkardı. 2023 62 milyon kraskası sazı metan gazı ba Damaz 82 milyon so'm. 25 milyon bersizler 1 milyon 900'den 5 yıl kredi çıkıp veremiz. 42 milyon, 43 milyona sizler 2019, 219 milyon klasikası 140 metan gazı var. 2019 yılda mas 43 milyon so'm xarid qilaverasizlar. Labo 2024 25 milyon klasikası metan gazı var. Narxi 95 milyon so'm Labo'ni. Navbatdagi Damazimiz 2024 15 milyon klasikası metan var. Narxi 88 milyon so'm. 23 milyon bersizler 2 milyon 100'den 5 yil kredi chiqadi do'stlar. Kutamiz gelip şuradan maşa alışınızı tavsiye etaman. Kelaverasizlar, maşalarimiz ko'p xudo xolasa kelsangiz. Sizlarda ham do'stlar shunday sotib olgan maşalar bo'lsa, bemalol kelaverasizlar. Kelishsak, narx qilamiz, bo'lmasa sotib beramiz. Kutamiz. Bog'ot avtosavdoning birinchi filialida.